do'stlar, Zero Play kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz sizlar bilan birga ikkita Granny Brutal Rescue Reconstructor degan o'yinni o'ynaymiz. Bu qanday moddalarning bu o'yinda tog'ajonimni ham, xolajonimni ham qo'shib turib metrodan qochsa bo'ladi. Короче, unda shunga moslaring biz video ochamizni boshladik. Короче, bu o'yinda nima desam bo'ladi, metro bor. Hozir o'sha metrolarni ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga do'stlar. Undan oldin bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasa videomiz allaqachon boshlangan. Hop, buning uchun biz doimgidek metroga kerakli narsalarni yig'amiz va o'yinning grafikasi eski versiya grafika do'stlar. Hop, mayli ketyapmiz. Hop, bu modni qayerdan yuklab olaman degan bratanlar uchun akalar karkib. Qayerdan yuklab olaman degan bratanlar uchun men hop, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xolajonim kelyapti. Qani hol, ana eshikni yopib bratishga. Hop, xola kelyapti. Hop, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hop, Telegram kanalimiz silkasi esa pastda описаниеda bo'ladi. U yaxshi akalar 40 degan ham chiqdi. Hop, mana bu ko'rib olamizmi? Yo, mayli. Hop, buni tushirib o'raylik. Hozir xolajonim keladi, lekin mashinalari ham eski ekan do'stlar. Hop, bu o'yinda bizga 4 ta narsa kerak bo'ladi, ya'ni metroni ochirdigani va hop, elektrni qo'shadigani va boshqa narsalar ham kerak bo'ladi. Hop, kelyaptimi xolajonim? Hop, shu yerda xola unutib yubordimmi deyman-da. Hop, bu o'yinda juda yaxshi ovoz chiqarmasa xola ham kelmas ekan. Hop, mayli endi ovoz chiqaraylikmi? Mayli, ovoz chiqaramiz. Bitta ovoz chiqarish bizda aylansin. Hop, endi xolajonimni kutib turaveramizda. Boshqa nima ham qilardik? Xola, kelyapsizmi? Xolajonim kelyapti. Ana bu ko'ylagini va rangini ko'rdim, zinadan kelyapganda. Hop, xolajonim keling endi tez keling. Hop, mana xolajonim kelyapti. Xolani aldab bo'lmas ekan shekilli do'stlar. Hop, mayli, yaxshi. Bu yerda 40 degan ham bor ekan. Buni ham olib ketamiz. Hop, yaxshi. Endi biz reski bu tomonga surib olamiz. Qani o'tirib bratishga. Hop, yo akalar, bu yoqda ham xona bormi? Hop, mana ko'ryapsizlar, xona bor bu yerda ham. Hop, bu ko'chaga chiqadigan joy, bu qandaydir yana sekret qo'shilsa kerak, shuning uchun qo'yib ketilgan. Hop, bu yerda ham mana akalar, metromizga kerak bo'ladigan buni olamiz, yaxshi. Hop, endi buni yana mana shu tomonga tashlab qo'yamiz-da, chunki bizga ana shu tomonda kerak bo'ladi. Hop, yaxshi, hozircha metroning bitta narsasini topdik. Hop, keyin boshqa narsalarni ham topish kerak. Hop, qani bu yerga veperni olamiz. Hop, ana mana shu yerni ham ochishimiz kerak. Buning uchun bizga advertga kerak bo'ladi. Hop, yaxshi. Hop, bu yerni ochamiz. Hop, bu tomonga o'tib bo'lmaydi, chunki bu eski versiya. Xo'sh, mayli, sekin chiqamiz tepaga. Hop, bu yerni och, bu yerni ham ochamiz. Hop, hech bola yo'q. Hop, veperni olamiz. Hop, veperni oldik. Lekin akalar, narsalar ushlashi bir g'alati ekan. Shunisi menga sira ham yoqmaydi. Hop, yoqmadi demoqchi edim. Hop, bu yerda Teddydan boshqa akalar French Headley bor ekan-ku. Hop, xolajonim endi kelsin kutib. Xolani bang qitib, nimaga o'tmadi bu? Bang etib 2,5 minutmi, 2 minutga uxlatib yuborsak, ishlarimiz shot kelib ketadi. Hop, qani xolajonim kelyapsizmi? Sizni kutib turibmiz. Halov, keling. O'ta xola sekin yurar ekan, bilmayman, o'ta hop sekin kelar ekan, ovoz chiqarilgan joyga. Xola, keling. Halov. Voy akalar, xola vobshe kelmayapti-yu. Hop, xola ham kutilmagan paytda kelib qolishi mumkin do'stlar. Hop, cho'tta bu tomonlarda yo'qmikin? Hop. Cho'tta xola ko'rinmayapti do'stlar. Xo'sh, xola endi surib yubordimikin qayergadir? Yoki eshitmaganlik bo'lyaptimi o'zini? Hop, mayli, mana shu stulni ag'daraylik. Endi kelar do'stlar. Hop. O'zi xola qaysi tomonda yuribdi degan savol. Mana ekan xola. Keling xolajonim. Hop. Xolajonim, endi xafa bo'lmaysiz. Bir daqiqaga uxlar ekan do'stlar. Bir daqiqada men nimaga o'ldiraman do'stlar? Hop, mayli, buni olamiz. Xo'sh, endi atverkani ham o'tib tushirishimiz kerak. Yaxshi do'stlar, tushdi. Endi biz mana bu yerlarni ham bir reski qarab olsak. Hop, tarvuz bor ekan, buni ichidan masterki chiqsa kerak. Hop, buni och, buni ham och. Hop. Butlarni ham ochib ko'raveramiz.
Hop, zarar qilmaydi. Hop, mana bu tomonda akalar, ana bu playhouse narsasi bor ekan. Hop, endi bu tomonni ko'ramiz. Mana shu tomonda bizning narsamiz bo'ladi do'stlar. Hop, metroyimiz. Hop, bizga mana shadganni bo'lagiga вообще kerak bo'ladi. Ol buni. Hop, olamiz buni. Hop, endi hola qaysi tomonda ekan do'stlar? Hop, buni tashlab turamiz. Endi buni olamiz. Hop, bu bizga hozircha ikkita joyda ishlaydi. Hop, birinchisi mana bu yerda bo'lsa, ikkinchisi boyaga yashirin joyda ishlaydi. Hop, hola ham tirildi. Hop. Hop, bu akalar save key bor ekan, yaxshi. Save key bu tomonga otib turaylik. Hop, biz ana bu joyni ham ochishimiz kerak edi. O'zi hola tirildimi? Nimaga kelmayapti o'zi ovoz chiqqan joyga? Hop, mayli. Sekingina chiqib boramiz. Hola mana shu yerda bo'lsa, mazamizni qochirib tashlashi mumkin. Hop, endi mana shu yerda ham bir ochirsak. Bu yerdan nimadir chiqar edi. Shu YouTube'da ko'rgandim. Nima chiqdi? Hech bola chiqmadi-ku do'stlar. Hop, mayli. Endi hola tirildi shekil. Qadam tovushlarini eshityapman. Hop. Hop, save key qani, save keyni olib safe'ni ochib olamiz. Mana do'stlar, bo'lmasa. Hop, yaxshi. Hop, playhouse key. Mayli, playhouse ga chiqib kelaylik. Hop, qani bu o'yinda salgina qotishlar bor. Hop, o'yin ancha grafikalar, ba'zi joylar xato ketgan. Lekin do'stlar, biz pisand qilmay o'ynaverishimiz kerak, chunki pisand qilganimiz bilan ham o'sha lekin akalar borku tashqarining grafikasini yorgan ekan. Hop, bu yerni ochamiz. Hop, endi biz do'stlar, hop, avtomatni yig'masak вообще-то bo'lmaydi, chunki hop, metroda eshigini ochish uchun avtomatda o'q otish kerak. Bo'lmasam u yerga umuman kira olmaymiz. Hop, mana bu yerda hammer ham bor ekan, yaxshi. Hop, avtomatni menimcha ikkita qismini men ko'rdim, olib kelib ham qo'ydim shekil. Hop, buni qo'yamiz. Hop, bu tomonda hech bola yo'q edi. Hop, bu yer ochchi, hech bola yo'q. Hop, endi uzunchoq qismi qani? Mana shu yerda edi. Ha, mana ekan. Hop, yaxshi. Hop, endi buni ham sekingina olib tushib qo'yamiz. Hop, ana endi bitta qismi kerak do'stlar. Hop, bizga ham qirqilgan ham kerak bo'ladi. Hop, yaxshi. Endi bitta qismi kerak do'stlar. Va biz metroga kira olamiz oldiga. Hop, qo'li eshikni vashiyat tez ochyapti. Hop, hammer olib olaylik. Hammer bilan qiladigan ishlar ham ko'p. Hop, qo'li eshikni dur choq qilib ochyapti do'stlar. Bilmayman hola o'yinda azartda bormi yoki nimadir bormi? Hola ko'rdi. Hola o'yinni ko'rib qoladi shekilli do'stlar. Mayli. Mayli, xolajonimiz Zaynab qilmasa hisob emasdi, to'g'rimi? Eshikni ham ochmay kiribdi hola. Holada o'zi bet qolmabdi do'stlar. Hop, mayli, tez chiqib kelaylik tepaga. Yop. Hop, mayli, shu bitta video chiqaray, boshqa o'ynamayman bu o'yinni, вообще-то yoqmadi menga. Hop. Yaxshi kirishadi, yana bitta qism bor ekan. Hop. Ana buni surib ol. Endi shadgan yig'dik biz, вообще zo'r degani. Endi xolajonimni kelishini kutishimiz kerak, chunki xola kelmasa hozir pastda bo'lsa, ovoz chiqqan joyga reysiga yetib keladi. Xola turgan ekan, oy kerak sal qoldi. Hop, ko'rdi lekin xola bizni. Hop, endi shadganni olib tushib yig'amiz. Xo'sh, qani qo'y. Hop, ana shu metro tomonni hali ko'p narsasi bor, lekin biz hali topishga ulgurmadik. Hop, tepaga chiqamiz. Hop, xola qaysi tomonda ekan? Xolajonim. Uncha qo'rqitasiz bor-ku. Qoching xola. Hop, endi bizga nimalar kerak bo'ladi? Hop, biz bir otib ko'raylik shu tomonni. Balki shu tomonda ham kerakli narsalar bo'lar. Har holda bitta kerakli narsa bo'lishi mumkin u tomonda. Yana ham bilmadim. Hop, mana o'sha. Hop, otamiz yaxshi. Mana do'stlar, metromizga yo'l ochildi. Hop, endi qaytib hamma narsalarni mana shu yerga yig'averishimiz kerak bo'ldi do'stlar. Keyin qochib ketamiz. Hop, oldingi videolarimda tez qochgandim. Nimagadir bu videoda
narsalar topilishi qiyin bo'lyapti. Xo'sh, endi Playhouse narsasini olib chiqishimiz kerak mana bu yerga. Xo'p, bittasi bor ekan. Xo'p, mana bu yerda nima bor? Surat bor ekan do'stlar, mayli. Surat hozircha bizga kerak emas. Menimcha buni bitta qismini qayerdadir ko'rdim. Akalar mana shu mana metromizni bitta narsasi topildi. Ko'rdilaringmi? Yaxshilab e'tibor bermasalar topilmasa ham. Shunga ham e'tibor beringlar. Xo'p, buni bu yerda tashadigan bor. Xo'p, endi bizga hozir yana ikkita narsa kerak. Xo'sh, xolatilmadi hali menimcha. Xo'sh, olamiz buni. Olay bratishga nimaga unutasan aka endi. Xo'p, endi sekin kirib mana shu ikkalasini qo'yib olsak, ishimiz yengillaydi do'stlar. Mana shu yerlarda ham nima bo'lishi mumkin edi lekin. Xo'p, olamiz. Yaxshi xola bu yerga tushib kelmagan. Agar tushib kelganda ham do'stlar ish tamom edi-da, chunki xolaga umuman bu yerda qochib aylantirmam bo'lmaydi. Xola bilasizlar, shustri. Xo'p, mayli buni qo'yib turamiz. Xo'p, endi ana bu oq narsasini ham olib kelmasak bo'lmaydi do'stlar. Xo'p. Shu yerda xola ham tirildim deymanda, hozir ko'chaning eshigini ochganday ovoz keldi. Xo'p. Endi tezroq olish kerak buni ham. Xo'sh, mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Qani. Yaxshi do'stlar, ochildi. Xo'p, endi mana buni bu yerga mana bu yerga qo'yamiz. Ikkita narsa kerak va biz surib olamiz bu yerdan mana shu yerga. Xo'p. Bu yerga tushsa chiqib bo'lmasa kerak. Xo'p. Mana bu tushirib mana ularni ko'tarib qo'yishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Yaxshi do'stlar. Xo'p, endi yana ikkita narsasini topsak bo'ldi. Endi u narsalarni ham juda ko'p qidirishimiz kerak menimcha. Oson spawn tushmadi menimcha bizga hali. Xo'p, bu yerda ham spawnlar bor. Xo'p. Avtomatni olamiz. Xo'p, xolani uxlash kerak, xolani. Xo'sh, xola qaysi tomonda yuribdi endi? Xola. Xo'p, xolani mana shu yerga kelishini kutishimiz kerak. Xolajonim. Hop, короче, men tepaga chiqib kelgandim. Mana shu yerga qaraganim yo'q, yaxshi. O'sha yerga qarash kerak. Hop, keyin mana bu yerga ham qaraganim yo'q. Qani och. Hop, bu mayli. Qaraganim bilan hech bola yo'q ekan, lekin mayli, qaraganimiz zarar qilmaydi. Hop. Tez chiqamiz. Hop, akalar trenga bor ekan. Yaxshi, u bizga вообще kerak bo'ladi. Hop. Yaxshi, uni olib tushishimiz kerak, olib chiqishimiz kerak deganim. Hop. Hop, akalar. O'tirgan holatda ham yurib ketsa bo'laverar ekan. Qandaydir g'alati o'ynagan bor-ku, ishonaveringlar, вообще. Hop, men qaranglar. Narsani o'rnab qolganini, qirqadiganini hop tezroq bo'lish kerak. Va kiyimimizga bitta narsa kerak, bu ham bo'lsa hop. Narsa kerak. Nima desam bo'ladi do'stlar? Xo'sh. Mana shu yerda o'tirib tushaylik hozir, ya'ni yiqilib bir kunimizni ketkazmasdan. Hop, buni 40. Yaxshi. Hop. Buni och. Hop, buni ham och. Yaxshi. Hop. Endi tushamiz mana bu yerdan. Hop, buni ham shu joyga borib qo'ysak. Hop. Endi ochilmagan qayer qoldi? Ana shu Playhouse bitta bo'lgan topishimiz kerak-da. Hop, mana shu tomonlarda. Hop, mana shu tarvuzni ham yorib ko'rishimiz kerak do'stlar. Mana shu ichidan ham biror narsa chiqib qolar. Hop. Menimcha masterga chiqsa kerak, yana ham yorib ko'raveraylik. Akalar dur handlay bor edi. Mana masterga chiqdi. Hop, mayli buni tashlab yuboramiz. O'sha tomondan olib kelamiz. Tur. Qayt. Voy, akalar, bug bo'ldi mana, bug. Voy. Qaytish kerak orqaga. Voy, akalar, ko'ryapsizlar, o'yinning oxirida bug bo'ldi. Qaytib bo'lmayapti.
Hola kelsa ura olarmikin do'stlar bizni? Bir o'ynaganimda ham shunday bug bo'luvdi. Hop akalar ko'ryapsizlar, вообще cho'tki ketib turgan paytda mana bug bo'lib qoldi va o'yinda deyarli qochgandim. Shu Turxemdin olib kelsam chiqsa qochardim. Hop, endi bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha joninglar sog' bo'lsin. O'yinni yakunlamaganimdan afsusdaman. Hop, bug bo'lib qoldi. Keyingi roliklarda ham hop qochishga urinib ko'ramiz hammaga.